2012-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 2 3 litrli motor bilan jihozlangan, holati juda ham zo'r ekan, qarab haydalgandan keyin. Bitta nuqsoni mana ichida miyatinali joy bor ekan. $100 rasxod qilasizlar, bitta podushkasini qaratib olasizlar. U ham 400 ming so'm turadi. Nari beri bo'lsa 150 so'mlik rasxodi bor, lekin motor hadovoy chaslari nahado bo'lib turibdi ekan. Bagir bo'lib turibdi mashina. Salon holatlarini ko'rsataman, o'zlariga ishonch hosil qilasizlar. Salon holatlari xo'p, 30 talik gazidan 4 ta ustunovka qildirib qo'yilgan. Salonlari matvi holatda 200 mingdan ozgincha mashina yurgan. Rollar taqib qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan. Abariga sidin abariga ishlayapti. Switch monitorlari bor. Mashinani bor-ku, texnik hech qanaqa ish yo'q ekan, ko'rib bemalol tekshirib olasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu kriloni mana shundan pastga qarab ketgan ekan. Hech qanaqa udari yo'q ekan, seriozniy, ko'rib bemalol proverka qilib tekshirib olasizlar. Yo'q, narx kanalimizning kechki bozoridan olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i $9300 ga berib yuboramiz.